Vatandoshlar gruppasi bu Telegram ichida ochilgan bosh edi. Kimdir faqat duo tashlaydi, kimdir faqat reklama. Har kuni bir qarindoshingiz bu duoni o'qisang 7 kunda boyib ketasan deb video tashlaydi. Odamni o'zi buni 7 yildan beri tashlayotgan bo'lsa ham, haniyam kvartirasi ipotekada. Kimdir yangi mashina olsa, mashina rasmini tashlaydi. Urug' portlaydi, tabriklaymiz. Tilda hamma telefondagi kalkulyatorni chiqarib, shina qancha turishini hisoblab chiqaradi. Bitta qarindoshingiz bo'ladi. Yozganda hamma harflarni katta harflar bilan yozadi. Agar salom so'zini ham xuddi urushga chaqirayotgandek yozadi. Odam kasal bo'lsa, "Ma tezroq sog'ayib ket" deb yozadi. Endi sho'ro olib boradigan odam topilmaydi. Faqat smaylik bilan davolashadi. Bitta aqlli qarindoshingiz bo'ladi. Telefon zarar, unga qarashlik ko'zni xira qiladi degan videolarni Instagramdan topib, 3 mahal tashlab turadi. Eng qizig'i yangi kelin gruppaga qo'shilganda, hamma xush kelibsiz dedi 5 minut o'tib unga uy ishlari haqida maslahatlar darsi boshlanadi. Gruppada eng sayohatchi odam bor. Bir marta ko'chaga chiqsa ham gruppani yopish kerak. Parkka chiqsa 37 ta rasm. Mana men daraxt yonida, men boshqa daraxt yonida, men o'sha birinchi daraxt yonida lekin boshqa burchakdan. Bu rasmlarni ko'rib daraxtning bargi sarg'ayib,